Hammaga assalomu alaykum. Bugungi qilayotgan videodan maqsad birovni shu bizdan achinishini yo qanaqadir hasad qilishini emas. Bu videodan maqsad shunchaki o'zimizni shu hayotimizdan bo'lib o'tayotgan past balandlardan vlog qo'yib borish va kelajakda shu past balandlardan o'tganimiz haqidagi videolarni ko'rib albatta motivatsiya olish. Bugun shu qurilgan ofisimiz bilasiz, video qo'ygandim. Hamma joyi tayyor holatda hozir. Shuni buzishmoqchi. Va endi bu yerda dadamning mehnatlari juda katta, juda ko'p pul ketgan. Bu yerni noldan ko'targanmiz. Lekin taqdir shuni xohlagan ekan, mana buzishmoqchi. Va biz bundan achinmaymiz. Demak, Xudoning bizga boshqa bundan da zo'rroq, chiroyliroq tuhfasi bor va biz oldiga qarab boramiz. Kimdir ustimizdan g'alva qilgan ekan. Shuni hamma bilan yaxshi edik, hamkorlar bilan, lekin kimdirga yoqmadi shu qilgan bizning mehnatimiz. Dadamni eng ko'p dadam uchun juda katta narsa edi-da. Bu ishni qilish kimga keragi bor bilmadim, lekin yaxshi ish bo'lmadi. Endi biz bilamiz kimligini, lekin gumon qilish yomon. Lekin 80% o'sha odam O'sha odam yomonlik faqat tilaydi. ichi boshqa narsa, tashqi boshqa narsa, shunaqa odam. Shunga nima deymiz, bu taqdir taqozosi bilan shu qurgan imoratimiz buzilyapti. Lekin biz to'xtab qolmaymiz. Yana harakat qilamiz oldinga qarab. Xudo xohlasa bundan chiroyli joylar nasib qiladi inshaalloh. Farhodovich hali davom etadi. Bizda yana ko'p maqsadlar bor. Unga qarab intilamiz. Xudo xohlasa hammasi zo'r bo'ladi. Kuzatib boringlar. Desam, mana ofisimizni tashqi ko'rinishiga e'tibor beringlar. Uyimizga ulangan holda edi va ko'chaga hech qanaqa hech kimga pameh bermaydigan joyda edi. Mana shunaqa holatda edi mana. Baribir ham bu tarafdan hech kim o'tmasdi. Demakki, u tarafda devor bor. Hamma mana bu yerdan o'tadi. Va ko'chamiz juda tinch ko'cha. Bu yerda mashin, avtomobil qatnovi juda kam. Mana bu boshqa rakursdan olingan videolar. Qarang, mana bu tarafda mazor. Bu hamsoyamizning devori. Va mazorga ham joy qoldirgan holda baribir hech kim mana bu yerdan oshib tushmasdi-ku devordan. Hamma mana bu yerdan o'tadi. Pastdan, ya'ni. Shunday qilib bilmadim kimga kerak bo'ldi mana shu bizga yomonlik tilashni. Juda ayanchli holat. Xo'sh, bu yerni nima qilmoqchi edik? Bu yerda studiya qilmoqchi edik. Fonlar, har xil fonlar qilmoqchi edik. O'sha planni tuzgandik. Mana yerda fon, bu yerda fon, krugovoy fon bo'ladi. Как podkastный studiya bo'lmoqchi edi. Afsuski, menimcha endi bu bo'lmaydi. Yana mana joy koridor edi. Orqada bizim mishkalar bor, mishkalarni terib, как showroom qilmoqchi edik shu yerni. Farhodovich studiya.